Kichikgina yengil og'izga yoqadigan pitichi moloko to'rtini tayyorlaymiz. 5 ta tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olib, 35 gramm shakar, chimdim tuz solib, rangi oqarguncha ko'pirtiramiz. Keyin 40 gramm issiq sut solib, 25 gramm unga yarim choy qoshiq razilitr solib, 25 gramm kakaoni yelab sovuramiz. Yengilgina aralashtirib, qolipga solib, 180 gradusda 10 minutda pishirib olamiz. 20 gramm halol mol jelatiniga suv solib, ivitib qo'yamiz. Ko'rishimizga sut surib, shimtirib qo'yamiz. Oq qo'yilgan 5 ta tuxum oqiga chimdim limon kislotasi, tuz solib yaxshilab ko'pirtiramiz. 80 gramm suvga vanilin, 150 gramm shakar solib, sirup tayyorlab olamiz. Qaynab turgan sirupimizni oz-ozdan qo'shib ko'pirtirishda davom etamiz. Jelatini suv hammomida eritib olib, solib ko'pirtirib olamiz. 120 gramm yumshatilgan sariyog'ga 60 gramm go'shonka qo'shib, mikserda krem qilib olamiz. Ozginadan qo'shib, aralashtirib olamiz. Ko'rishni qolipga joylashtirib, ustidan tayyor massani quyib, 2-3 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Qora shokoladga 100 gramm suv, 25 gramm sariyog' solib eritib olamiz. Tortimizni ustidan qo'yib, bezatib olamiz. Balon bo'lib, g'ovay bo'lib chiqqanini o'zbekchada qush suti. Nega nomi bunaqa ekan? Qush sut bermaydi-ku. Bilsanglar yozib qoldiringlar, men keyin sizlarga aytaman. Shunaqa yoqimli, shunaqa yengil, juda mazali.